Hürmetli vatandaş, Liksiya'daki muhakeme vaziyet ve muhakeme bugünkü islaha 2022 yılı 5. ayının 17. günü yukarıda gördüğünüz Tayvan boğuzu vaziyetinin özgürlüğüne geçip bir Xitayning Kaliforniyada qo'liga qurol elib Tayvan dindoshlar jamiyatiga yoki ular ziyofatda o'ltirgan mushundoq bir so'ringa qurolli hujum qildi. Bir nafar kishini yoki bir o'qituvchi darajalik bir kishini etib o'ldirdi. 5 nafar kishini yordar qildi desa, bu endi o'tgandan beri sizlarga so'zlayotgan leksiyamiz bilan birlashtirib qarasanglar, masalan, o'tgan yil 10 ayning 20 kunlari atrofi New Yorkda Li Jinjin advokat, kishilik huquq faoliyatchisi Tiananmen voqeasi o'quvchilar namoyishga qatnashgan Amerikaga kelib siyosiy panohlik tilagan o'zi shu kundan keyin advokatlik qilayotgan Li Jinjinni etib o'ldirdi desa, ondan keyin siz qo'shib keling, 4 ayning 14 kuni mening o'g'lim Mahmudjon Turkalga ma urush olti qarab turingizmi, o'rinlashtirish qarab turingizmi vatandosh. Mening o'g'lim mashinadan tushibdi, o'zining halakchiligi bilan endi mashinadan tushgan odam o'tirib qaraydi, bu ishni qiladi degandek. Shu asnoda bir odam paydo bo'libdi, oylinib yuribdimish. Oylinib yurganini men gumon qildimki, mashinada yana ikkinchi odam bormi yo'qmi tekshirgan gap vatandosh. Shuning keyinli tuyuqsizlik keyindan kelib mush salgan gap vatandosh. Undan keyin bu nima ish deb mening o'g'lim Mahmudjon Turkal o'rilib keyniga qarishig'illa ikki ko'ziga urgan gap. Tushundingizmi? Hozir bir ko'zi yoki eg'ir tekkan bir ko'z ikki qatam operatsiya qilindi, Xudoga shukr. Keyniga o'rilib nima gap, nima qilyapsan deyishigili ikki ko'ziga urgan gap. Biz Xitoyning turmusida 10 yilgacha yotgan odamman. Xitoylar bilan turmada mushlashgan vaqtda Xitoylar o'zaro avval qarishtiribdan ko'ziga urdi. Mana bildingizmi? Anchventingning usuli shundoq bo'lishi kerak. Anchventing shundoq usulida odamni ursa, ko'ziga ursa, u qarshilik ko'rsatmaydi-da. Ko'z tuganiga nagati bo'lmishlar, qarshilik ko'rsatsam ko'rsatmaydi-da. Shuni balimizni urib mashinaning chaqini ustiga yotqizib qo'yib, u naq maydonni kameraga olgan gap. Men o'rlashtirishni ko'rdingizmi? Cho'ng yuraklik, qop yuraklik. Ya'ni uning ustiga biz Uyg'ur jamiyat uchun aytganda kalvoliq, dötlik bo'ladi bu vatandosh. O'zing tashkillab, o'zing uyushtirib bu ishni, ya'ni kameraga elish bir nuqtada qop yuraklik, yana bir nuqtada kalvoliq. Bu voqea yuz berdi. Hozir endi Tayvanlik jini dini jamiyatiga o'q chiqarish voqeasi. New Yorkda Li Jinjin etib o'ldirish voqeasi. Washingtonda mening o'g'limni o'zlari chaqirib, masalan, kim chaqirsin? Shiptog'i chaqirib, o'sha fursatda foydalanib, mening bolamga qo'l soldi degan gap. Bu menga qilingan ziyonkashlik vatandoshlar. Men 26 yildan bir Amerika Qo'shma Shtatlarida siyosiy faoliyat qilayotgan odam. Uyg'urni, mazlum millat Uyg'urni Amerikaga tanishtirib, Amerikaning tashqi siyosatini shuningga tatbiqlab, 26 yildan bir Amerikada ishlayotgan odam. Faoliyat qilayotgan odam vatandoshlar. İhtimal hazırca İngilizceni bilmezsen tercümanın aldın deyişinler mümkün. Çünkü benim beşimde ötken işlerini bilmeysizler vatandaşlar. Ben sizlerle sözlep ben bilim takını yazıp bergidekin bulmadım. Hazır biz muş elekçilikti yani vaziyetini Uygur halkı tanıştırış elekçiliği de. Bana tercümanı evvel Xudoga yetkizdi vatandaş. O tercüman del Ürümçi Rabia Kadir Saudi Sarayı'da Arap dili, İngiliz dili, andım yani nimetil 3 dil bilen mektep açılgan edi vatandaşım. Şu mektepte İngiliz dili ötken rahmetlik Ekber Micit menin kaynimden
özünün ayalı Salih Hanım Angliyelik ayal, Ürümçide toy qılğan. Bula Ürümçidin küçüp Londonga keldi. Londonga kelgen günning ertesi maňa telefon berip, bütün tercüme işlerini men kılaman aka dedi rahmetlik Akbar Mücit. Mening Amerikadaki faaliyetlerimning tercümesini şu işledi. Vatandaşlarım, Amnesty International'ga yollagan material, Human Rights Watch'ga yollagan material, Devlet Meclisi'ge yollagan material, yani Rabia Kadir Ürümçi'den çıkırıp gelgen Şinjan Gazeti, İli Gazeti, Kaşgar Gazeti, Katarlık Gazet jurnalı Ürümçi Keşlik Gazeti, muşununda Uygurlarını bastırışga ait materiallar yetip gelgendiği kim ben? Bunu kesip yake mavzuğa aylandırıp, haberge aylandırıp, London'a evetimen Akbar Mücit rahmetlik onu tercüme kılıdı. Yine de Amnesty International yollaydı. Amerika'da Human Rights Watch'ı yollaydı. Mana bu menin faaliyetim vatandaşlar. Muşunda faaliyet kılıp geldim, toxtumay. Endi hazır, üzem muşu 10 yılga yakın vakit içinde teşvikat, tergibat işi bilen. Mesela dünyanın vaziyeti hakkında vatandaşları, vatan içidik vatandaşları. Kiyen o takılıp gitti torbette, burada eçkiydi, bu yol uçkiydi vatandaşlar. Muşunda faaliyet kılıp gelip kilovatkan adam, 1 minut toxtap kalkınım yok. Hazırım muşu yaş geldim, günde 8 saat işleyme vatandaşım. Demek menin oğlum Mahmutcan Türkelgi zerbi beriş. Yaki onunla zoravallık olan suikast planlaş ameliyatı. Maňa berilgen zerbe. Maňa zerbi bermekçi vatandaş. Rabia Kadir zerbi bermekçi. Bu, mana muşundaq jaryan tügümeydi sözlesek. Yakın bir vatandaşım bir sual koyuptu. Koygan sualgymı yakında cevap bermem men vatandaş. Muşundaq tügümeydi. Endilikde ikinci leksiyamiz Ürümçide Ençventin bexaterlik nazareti, onun 10 kanıtı Veyben Harcı İşler İdaresi. Bu Harcı İşler İdaresi zaten nime iş kılıdığan organ. İkinci leksiyamda şunu sözleyip vatandaş.